Assalomu alaykum akalar. Mana navbatdagi yetim bironimizga ikkitalik kamokamizni qo'yib bitkazib berdik va xulosa topshirish jarayonidamiz. Bizdan juda ko'pchilik so'rardi. Hop, texnik xonamiz qanday, necha bo'lishi kerak deyshadi doimiy. Texnik xona uzunligi 4 metr, eniga 3 metr va 1 tonnalimi, 2 tonnalimi, 5 tonnalimi shunday yerdan 1 metr 120 ko'tarib yo'ngisi qo'yishlari kerak bo'ladi. Temirdan ba'ziga odam konteynerdan qiladi, ba'ziga odam oq rishotkali bochka qo'yadi 1 tonnalikdan. Soni nechta ko'p bo'lsa shuncha yaxshi joyga sig'dirish kerak imkon qadar va xo'p, mana bunda 3 faza uchuvchigi bilan uchuvchigi qayerda bo'lishini qat'iy nazar, lekin texnik xonaga mana shunday qilib avtomat tortib qo'yish kerak bo'ladi va biz bokslarimizni olib kelib, apparaturalar tayyor keladi. Bu bokslarga bog'lab beriladi. Shuning uchun ish oson bo'lishi uchun doimiy shunday qilib tortib qo'yish kerak. Tokda har doim. Shunday keladi, xolasa bizdan so'raganlarga shunday qulaylik qilib qo'yishni so'rar edik.